Mana ichkari tomonga ochiladigan eshigimizni o'rnatdik. Ichkari tomonga ochiladigan eshik so'raganlarga mana. Ichkari tomon o'ng tomonga ochiladigan eshik. Bitta qulfli bo'ladi, ichkari tomonga 3 ta petlisi bo'ladi. Zashovka bo'ladi. Kalt 2 xil bo'ladi, рабочий kalt bo'ladi, хозяйственный kalt bo'ladi. Ikki marta o'qlanadi. Bu pauzamiz bo'ladi. Tagidan tepasidan pauzamiz bo'ladi. Shunday qilib o'rnatib beramiz.